Hürmetlik vatandaşlarım, endilikte biz leksiyalarımızda tahlil kılaylı. Sizlerge men yukarı 4 parça leksiya sözüldüm. Bir-biriga seliştiringlar ve ayrım halda tahlil kılinglar. Men munda qo'ylayman hürmetlik vatandaşlarım. Hazır qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jumhuriyet Xalq Cumhuriyeti hökumetining munosabati. Cümleden iqtisod, savdo, ticaret münasebetleri bir dokmuşqa buruluş noktası geldi. Belki u yerda Amerika Qo'shma Shtatlarının bu siyaseti, yani savdo, iqtisod, ticaret siyaseti dokmuşda to'xtab qolmadi, u burildi. Kişiler deyişidi Amerika'nın siyasi yollarındaki solçuluk ve Amerika'nın siyasi yollarındaki o'ngçillik. Yani mındaq demakçi bu tabirini ko'proq Xitoy deydi ki solçular ve o'ngçilar deyiladi. Bu Xitoyning tili bilan so'zlayapmiz hozir. Amerikada bundaq siyosiy ayrish bormi yo'q, buni bilmayman. Hozir agar Xitoyning tili bilan aytganda o'ngçillik Amerikada o'ngçil siyaset yurgizguvchilar deyilgan bo'lsa, bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo, ticaret siyosati, yani Jungo Amerika o'rtasidagi savdo munosabatlari do'qmishqa keldi. Hal qilg'ich do'qmishqa. Belki en ahırkı dokmuşqa, buruluş dokmuşqa yetip geldi de bu yerda ikkilenip turmayla Prezident Trump hükümetinin Jungo bilan Amerika o'rtasidagi savdo siyosati o'ngga buraldi. Bunun buruluş noktası manda 4 nokta xulosalab chiqdim men. Birinchi, Jungo Amerika o'rtasida iqtisod suhbati to'xtadi. Biz yuqori dedik. İkinci, bozor egilik o'tgan davlatlik o'rni Jungoni e'tirof qilish rad qilindi. Üçüncü, Davlat Majlisining Kengash palatasi, yaqinda bu daqiqa leksiyaga tayyorlaymiz, palatasi Baş istati qonun loyihasini ma'qulladi. Dördüncü, Amerika 26 yildan beri tunji qatam tashabbuskorlik bilan zarba berdi. Amerika Jungo o'rtasida savdo urushi portlamdi. Mana bu masalalar bo'yicha tahlil qilsangiz, ish shu darajaga yetdiki, birinchisi Amerika Jungo o'rtasidagi umumyuzlik suhbat, iqtisod suhbati bu yil 4-oyda Floridaning ko'l bo'yi Aramgoyida Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping uchrashganda belgilangan funksiya. Naytli muhim deyildi o başta. Belgilangan funksiya. Bu funksiya bo'yicha elib borilgan iqtisod suhbati 11-oyning 30-kuni New York shahrida Amerika Savdo Ministerligining muavin ministri Malpaz apandining jakardishi bilan o'tirg'i chiqdi. Demak, Jungo bilan Amerika o'rtasida iqtisod suhbati to'xtadi. İkincisi, 15 yıldan aştı, belki 2001-yili Jungo Jumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümeti Dünya Savdo Teşkilatı'na a'zo bo'lib kirdi. Xilma-xil qonunlarni ijro qilish, nizomnomalarni ijro qilish. Chunki Jungo mushu nuqtada qonun asosiz bergan va'dalarda to'xtamaganligi uchun bugun eng oxirgi hisobda shu oqibat kelib chiqdiki, Yevropa Ittifoqi endi Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning Dunyo savdo tashkilotida tutgan o'rni, ya'ni bozor egiligi o'tgan davlatlik o'rni ni e'tirof qilishni Jungo talab qildi. Bu qoida dedi, bu qonunda belgilangan dedi, lekin o'zi amal qilmadi. Amal qilmaganligi uchun u bu qatlam rad qilindi. Buni oddiy tushundirsak, bozor egiligi o'tgan davlatlik masalasi oddiy tushundirsak, masalan, Jungoning tovar mollari, eksport qilgan tovar mollari Yevropa bozoriga kirib kelsa, Amerika bozoriga kirib kelsa, bu mollar bu bozorda bir netijaga bir raqobat ko'zga keladi. O'xshash malni o'xshash davlatlar ishlab chiqaradi. Masalan, Amerika kirgan mal, Jungoning tovarlari o'xshash malni Braziliya, Indoneziyalar ishlab chiqaradi. Bu bozorga kirishi raqobatga duch keladi. Lekin bu yerdagi raqobatning inchki mantiqasi va inchki yiltizi shu yerda ekanki, hurmatli vatandoshim, bu raqobat qandaqdir davlat kuchi, davlat iqtisodga aralashish, davlat tashqi savdoga aralashish masalasi emas. Bu yerdagi eng negizlik yiltiz aqlning raqobatidir. Aqliy mulk huquqining raqobatidir. Aqliy bilim iqtisodining bozorga kirishi va uning ishlab chiqarilishi son sifat doirasida bozor raqobatiga qatnashishi masalasidir.
Agar Cungo hükümeti özünün eksport kılınğan tovarlarga, işlep çıkargan zavutlarga pul koşup berdigan bolsa başta ayttık, Amerika bunu tekşürüşke başlaydı degan. Pul koşup berip bu şirketler rekabeti yengilip kalıp pul püçekti ziyan tatkan bolsa, onu hükümet төлeydigan bolsa, demek hükümet özünün şirketleri ve özünün eksport tovarlarga pul koşup beriş şeklinde rekabet gücü ata kıldı degan gap. Bundaqda agar chet eldagi boshqa davlatlar, Amerika Qo'shma Shtatlari va yoki Yevropa Ittifoqidagi davlatlar bu raqobatda mag'lub bo'lsa, Amerika xalqi, Amerika ishchilari ziyon tortdi degan gap. Yevropa Ittifoq ishchilari ziyon tortdi degan gap. Mana bu tengsizlikdir. Mana bu adolatsizlikdir. Shunga Prezident Trump vazifaga o'ltirgan kunda yoki bo'lmasa saylam davrida aytgan edik, tushuntirgan edik ve tushuntirman degandak ve talab qilgan edik, menga adil savdo kerak. Barobar savdo kerak. Erkinlik, barobarlik, adil savdo qilish. Demek mushu gapini ishga oshirib, bugun eng oxirgi hisobda yuqorida 4 nuqta bo'yicha Jungo bilan bo'lgan savdo munosabatlarini och yo'lga ekilib qo'yib, hozir suhbat davomli olib boradigan suhbat to'xtatildi. Malpez'in sözlerde ve başka yani bir işkiliksiyanın ahırda ne dedi? Hazırlıkçı biz Çavuşan meselesi de. Jungo iş kılıdı. Jungo iş kılıdı. Çavuşan'da baş korudu. Yadro atom kurallarını sınak kılışın Jungo'nun kolu arkalık tokstumuz değil. Dikkat kılın vatandaşım. Biz ötken sözü geldik. Simiz dedik. Jungo zaten iş kıldı. Hiç çıkmadı. Demek en ahırlık hesaptı bu rehberler mi? Amerika Qo'shma Shtatlar mı? Jungo'nun bu doğru netice kazanmaganlık gör. Prezident Trump ne dedi? Jungo'nun elçisi Çavuşen'e bana kuruq kol qaytıp geldi o dedi. Demek bir şey tügüdü, ümit tügüdü. Hem kardeşim Çavuşen yerim arlı yadro kurallarını hal kılış meselesi. Hal bulmadı. Demek Jungo'nun bir adı aktuallı hemkarlığı otturga çıkmadı degan. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari ahiri savdo tijorat sohasida mundaq natija. Masalan, sen bu masalada hamkorlashmaysan, u ya Dunyo savdo tashkilotining nizomnoma qoidalariga bo'ysunmaysan, u men nima ish qilishni o'z ixtiyorim qo'yib berdi ekanman. Shuna. Endi signal boshlandi vatandoshlar. Biz nima deymiz buni? Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati qachon Osiyoga yetib keladi dedik. Asya degende biz tarih dairde Asya dese Jungo dep tushundik. Ameliyat 2001-yil 5-ayning 25-kun Dünya Giz şu vaqt e'lon qilgan bir parcha maqolada Amerikaning tashqi siyosati Osiyoga yo'tkaldi deyilgan edi. Demak, keyingi vaqtda Amerikaning tashqi siyosati Iroqqa bordi. Osiyo Afg'onistonga bordi. Osiyo demak yo'tkaldi. Jungo to'g'risida hech qanday o'zgarish bormi? Bugün alaylık endi 17 yıldan keyinki bugünkü günde, yani 2017 yılının ahırki yılgı tabi bir günde, yoki yangi yıl kiray degende Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo tijorat siyosati belgilendi. Amerika Kongresi bazı siyosatini istakil, onun Jungo'ga ko'rsatadigan ta'siri nima? Men xudo xolisa bu leksiyani kelar hafta tayyorlab, kelar qatimliq leksiyamda tayyorlab kelman. Sizlar buni ko'rganda cho'chiysizlar do'stlar, cho'chiysizlar. Shaxsan men o'zim aytganda, hozir Xitoy hukumat 21 million Uyg'urga Uyg'uristonga gubernator hukmronlik yurgizyapti. Men shu nuqtada 21 million Uyg'urning iqtisodiy ahvoli va buningdan keyin Uyg'ur jamiyatining jamiyat ahvoli to'g'risida onun ta'sir yetmeslik asasida men Jungo hükümetining yoki Jungo bu davlatning gumron bo'lishini, uzil-kesil gumron bo'lishini xohlamayman. Sababi nima? Chunki uning hukmronligida uning mustamlikasi 21 million millat yashayapti, Uyg'ur yashayapti. Lekin siyosat gumron bo'lish kerak, partiya gumron bo'lish kerak, hokimiyat gumron bo'lish. Hozir chet eldagi faoliyat qilayotgan demokratlar, masalan, alayli Govingoy ve onu qo'llovchilarning hammasi dal mushu nuqtada fikr qilyapti, so'zlashyapti, faoliyat qilyapti, hurmatli vatandosh. Siyosat boshqa, Jungo boshqa. Jungo bu davlat gumron bo'lmaydi, lekin siyosat gumron bo'ladi. Mushu nuqtada aytganda, endilikda biz nima ko'ryapmiz? Biz bir tush ko'ryapganimizmi?
yoki bizning ko'rayotgan tushimiz to'g'rimidir, realmidir? Tush degan so'z bu reallikning ko'langisi yoki reallikning cho'ng mingidagi inkosimi deyiladi ekan. Biz tush ko'ryapmiz. Ko'rayotgan tushimiz shu bo'ldi, hurmatli vatandoshim. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati, jumladan avval deb turaylik, tashqi siyosati, Xitoyga qaratgan tashqi siyosati, jumladan savdo, tijorat, iqtisod siyosati belgilandi. Yuqorida ko'rib o'tdik, belgilandi. Xo'sh, savdo, iqtisod, tijorat siyosati vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosat qatlamiga qanday ta'sir ko'rsin? Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosat qatlami Jungo bilan Amerika o'rtasidagi savdo, tijorat qatlamiga qanday ta'sir ko'rsin? Siyosat bilan iqtisod ikkisi bir masalaning ikki tarafi. Siyosat bilan iqtisod bir masalaning ikki tarafi. Marksizmchilar degan to'g'ri, iqtisod siyosatning markaziy ifodasi yo'q. Siyosat iqtisodning markaziy ifodasi. Mo'shundaqlar. Bugun siyosat shu nuqtaga kelib qoldi. Endi yani ikkinchi qatam tush ko'rishga men ruxsat qilinglar. Avval men savol qo'yay, hurmatli vatandoshim. Sobiq prezident Obama avval Jungo borib, Rais Xi Jinping bilan ko'rishdi. Nima deyishdi? Sizlarga ma'lummi? Men buni bilmayman. Men to'rbetirda izlab baxtim. Men tuzuk bir xabar topolmadim. Nima deyishdi? Tuzuk bir xabarga ega bo'lmadim. U yerdan qaytib sobiq prezident Obama Hindistonga borib, Hindistonning vaziri Modi bilan ko'rishdi. Nima deyishdi? Men bu to'g'rida ortiq bir xabar topolmadim. Ham ortiq xabar to'rbetirda. Men ko'rayotgan to'rbetirda e'lon qilindi. Ondan sobiq prezident Dalay Lama Hindistonning Dehli shahrida Dalay Lama bilan ko'rishdi. Dalay Lama bilan ko'rishib nima dedi? Dünya tinchligi to'g'risida suhbatlashdi. Men o'ylayman, dunyo tinchligi degan bu ism yoki abstrakt hukm, abstrakt siyosat. Hozir dunyo urushi oxirlashgan 70 yildan beri har bir odam ta'kidlab kelayotgan hukm. Odatdagi fuqarolar va sizmi, menmi ta'kidlaydigan hukm. Dunyo tinchligi. Bugun nemishqa Dalay Lama bilan sobiq prezident Obama o'rtasida dünya tinchligi ta'kidlanib qoldi. Mening uchun o'ylayman. Men sizga aytdim, hurmatli vatandoshim, men tush ko'ryapman dedim. Chunki men bu Amerika tushini ko'rgan odam. Chunki Rossiyada 15 davlat, Yugoslaviyada 5 davlat, 20 davlat o'rtaga chiqqanda men Amerikaning siyosati bilan birlashtirib qaragan odam. Prezident Reaganning siyosati bilan, prezident Bushning shu vaqtdagi siyosati bilan birlashtirib qaragan odam. Shunga hozirmi Amerika tushini ko'rayotgan odam. Xo'sh, savol qo'yaylik, hurmatli vatandoshim. Dalay Lama Tibetga qaytamdi. Vaqt keldimi? Vaqt toshdimi? Mesela alayla ben tush ko'ryapman jumon. Prezident, sobiq prezident Obama Hindistonga borib, Modiga dediki, oldimizda shundoq bir ish yuz berdi. Siz chegara